endi nima maqsadda boshlagansiz, qanday mas'uliyat olgansiz deysiz. Bu gaplarimni oldin eshitgan, bu eshitilgan gaplarni bir qator takrorlayman. Keyin eshitmaganlarni aytib beraman. Ya tesha tegmaganlar, sizga olib qo'yganlarim. YouTube kanallarda aytganman men. Men bir paytlar salkam nogironlikdan chiqqanman. Sahna diabet kasalligi o'zimda bo'lgan. Insulin olib yurganman kindikka, bilakka. Ikkinchi tip bo'lgan sahna diabet. Keyingisi oshqozonda yara bo'lgan, 12 barmoqchada yara bo'lgan, o'tda tosh bo'lgan, jinsiy quvvat asta-sekin pasayib nolga tushib qolgan, turmushim buzilgan, aliment to'lolmasdan qochib yurganman, otalikdan mahrum qilishgan, hokazo boshdan ko'p narsa o'tgan. Keyin ana bu muziko taraflama nolga tushib ketgan endi. Hamma narsa qo'pol qilib aytganda dugar olib qolganman ayol kishi uchun. O'shanda 3 marta jonimga qasd qilganman. 2 marta komaga tushib qolganman o'sha paytda. Keyin men kasalliklarimdan tuzalish uchun harakat boshlaganman. Keyin meni bitta yutug'im bo'lgan, men 6-sinfligimda 670 ta kitob bilan konkursga olib qo'ygan. Men kitob ko'p o'qiganman. Bunga sabab asosiy birinchi ustozim dadam bo'ladi. Alloh joylarini jannatda qilsin. Mana shu dadam hayotida menga muzqaymoq uchun ham pul bermagan u. Lekin endi tushunyapman, hozir topayotgan har bitta daromadim dadamniki deyman-da. Menga poydevorni mustahkam qilib qo'yib ketgan ekan. Bolaligimdan maktabga kirmasimdan patnisda orqasiga borda harf yozib, harf o'rgatib, maktabga kirmasimdan 3 ta 1 santimetrlik qalinlikda ertak kitobni tugatishimga sababchi bo'lgan. Kitob o'qishga shunaqa muhabbatimni oshirib berganki, bu meni muloqot qilishimni, odamlarni dilidagini topib gapirishimga, ularni qalbini tub-tubiga kirib borishimga dadam juda katta hissa qo'shib qo'ygan. Hozirgi mehnatim, hozirgi bu qobiliyatlarim hammasini dadam shakllantirgan birinchi ustozim hisoblanadi. Qolgan ustozlarim dadamdan keyingi o'rinda turadi. Endi kasallikdan tuzalganimdan keyin menda bitta missiya paydo bo'lgan. Pul. Ochiq aytaman. Buni men aytmaganman YouTube'da shu kungacha. Odamlar meni juda ham bir savobni orqasidan quvadigan, ehsonga boy, saxiy inson sifatida tanishadi. Juda yaqinlarim. Lekin men unaqa bo'lmaganman boshida. Men pulga o'ch bo'lganman, vasvas bo'lganman. Nimaga? Yo'qchilikda katta bo'lganmiz. Oylikka ulab yashaganmiz. 1000 so'mlik pul oylab cho'ntagimga tushmagan payt bo'lgan. O patologlarimiz oddiy materialdan, latadan bo'lgan. Hali bo'z deb qo'yadi-ku, bo'z. Keyin do'ppiklari kilolab qo'yadi, kilolab qo'yilgan. Qishda mushuk yursa bilinadi. Bu qishda bir issiq ushamaydi. O'shanaqa sharoitlar bo'lgan. Pulga shunaqa o'ch bo'lganmanki, men bozor to'yilmaydi ekan bu kasallar, ko'pligini qara. Zo'r pul topaman degan o'y bo'lgan menda. Keyin mana qabulim ham, konsultatsiyam ham bitta odamga 30 ming so'mdan boshlab sekin-sekin odamlarni ko'niktirib 70 ming so'mgacha chiqarganman. Bitta qabulim bitta odam bilan 5 minut gaplashamanmi, 15 minutmi, o'sha 70 ming so'm. Shunga kelsam 20 ta odam o'tirgan bo'lsa, bunday hisob-kitob qilib 1 million 400 ming, o'sha 1 million 400 mingni rejasini qilib qo'yardim, unga nimalar olishim. Hali ulardan puldan olmasdan so'ng. Vasvas bo'lganman, menday bo'lganman. Tushunyapsizmi? Mana shu beshala qo'limni tiqqanman bir paytda. Mana borini aytaylik, tan olaylik. Men aytaman-da, bir paytda vrachlarda bir tingilmaganman. Oyog'im uchida ko'rsatganman. Nimaga ular ola olmagan natijalarni olyapti? Odam hamma bosqichdan o'tish kerak ekan. Men o'tdim shulardan. Vasvaslikdan o'tdim, pul o'tdi. Mana qarang, nima maqsadda boshlagansa hamma gapiradi. Men dedi savob ishlar qilish uchun shu xalqimizni duosini olish, baloni ham duo olish niyatim bo'lmagan hech kim. Bir duo olish fikri bo'lmagan. U duoni mazzasini tushunganimdan keyin duoga intilishni boshlaganman. U 10-kuni bag'riga bosib, O'tkirbek, Alloh rozi bo'lsin sendan, yig'lab qala odam. Haligini yig'lashini ko'rib, menda yig'ib uyg'ongan. Men nima ish qilayotganimni anglashni boshlaganman. Bitta insonning hayoti o'zgaryapti. Keyin meni missiyalarim o'zgarishni boshlagan. Men odamlarning qalbi bilan ishlayapman-ku, men o'zimni qalbim bilan ishlashni boshlaganman. O'zimni qalbimni ocha olmasam, unikini ocha olmasligimni tushunib yetganman. Odamlarning fikrini to'llayapman-ku, o'zimni fikrimni to'llashni boshlaganman. O'zimni fikrimni to'llashni boshlash jarayonida men tushunib qolganman rizq Allohdanligini. Agar Alloh xohlamasa eshakdek mehnat qilsangiz ham pulingizda baraka bo'lmasligini. Xo'p, bitta odam va'da bersa, va'dasidan foydalanasiz. Ustozim aytgan, nimaga Allohning va'dasidan foydalanmaysan? Alloh kimni suyadi dedi. Bilmayman. Alloh o'ziga xos xislatga ega bo'lgan bandasini suyadi. Bahodir Naqshbandiyda tasavvuf kitobida shunday jumlalar bor-da. Allohning 99 ta ismini qudrati har bir bandasining vujudiga yashirilgan. Alloh tarafdan solingan.
uni uyg'otish, uyg'otmaslik bandani qo'lida. Taqdiri Said, ya'ni bandalarim ixtiyoriga berdi, meni aybdor qildi. Taqdiri azal Alloh hukmidir. Uni buzgan kofirdir, do'zaxdir. Xo'p, och o'shalarni shakllantirdi. Alloh berguvchi bandasini suyadi. Berishni o'rgan dedi. Ana keyin ochildi. Oldin YouTube kanallarda yoki bir roliklar tayyorlaganda endi u kanallar ko'p o'chib ketdi-da. O'chib ketishlarida ham bir hikmat bor. O'chib ketishlarida ham bir hikmat bor. Hakkillar o'zlashtirib olishlarida ham bir hikmat bor. Undan oldinlari ham bor edi-da roliklar. Biz rolik tanlaganmiz, jichcha kulchoy joyini yashirib qo'yganmiz roliklarda. Endi nima deganmiz? Endi uni 10 kunlik kursga qatnashmasiz natija ola olmaymiz deb tushuntirganmiz ularga. Ularni o'sha rolikni ko'rib qarasa qiziqtirib turib, rosa kerak joyini shuni aytmasdan yashirganmiz. Qiziq o'shani aytsangiz ham bo'laveradi, bilasiz. Lekin o'sha paytda yolg'on gapirganmiz. Kemasangiz bo'lmaydi. Kelsa pul to'lag'iladi-ku. Hozir kema deyman. Kema deyman. Qizig'i, ke deganimda sanoqli odam degan. Kema desam odam bosib ketadi. Allohga xush keladigan ishni qilgansiz, baraka beradigan. Hozir missiyalarim boshqa. Hozir odamlarga o'rgata olsam-da, hozir duo qilsam ham aytaman, Alloh taolaga, Allohim oldinga bir quruq qo'l bilan borguchi bandalaring qatorida qilib qo'ymagin. O'lim haq. Qachon o'lim bersang roziman, lekin uzoqroq qil umrni. Quruq qo'l bilan bormay, ko'proq narsa ko'tarib boray. Bir safga terib boray, bir natijalarimni quruq qo'l bilan bormay. Chunki bergan umringni so'raysan, har bitta soniyasigacha so'raysan. Behuda o'tkazishni xohlamayapman. Ko'p narsani so'rayman Allohdan. Iymonim sust. Bilaman buni. Iymonim o'ta sust. O'zimni taniyman. Meni bitta xarakterim borda, borini aytaman. Iymonim sust. Allohdan so'rayman. Allohim, iymonim sust. Sen kimsanki? Sen Allohsan, sen buyuk zotsan. Men kimman sen olding? Bandaman. Qanday qilib seni sinovingdan o'ta olayman? O'ylab ko'r. Senday zotni sinovdan o'tishim mumkinmi? Bir banda bo'lsa, sen o'zingni darajang bilan menga sinov berma. Meni darajamni hisobga ol. Men tan olaman, meni iymonim sust, meni qiynama har xil narsalar bilan chiqa olmay qolaman. Men umrimda bilyard ushamaganman. Nimaga? Kirsam chiqalimman. Karta ushamaganman, karta o'ynamaganman. Nimaga? Kirsam chiqarmay qolishim bilaman. Kompyuter o'yinlarida o'tirmaganman. Bilaman, iymonim sust. Kirsam chiqarmay qolaman. Qizlar bilan yurmaslikka uringanman. Bilaman, chunki bitta kirsam qaytib chiqaman shu yo'ldan. Ichkilikka bitta kirsam chiqarmayman. Men o'zimni bilaman. Men nima qilaman? Kitobga kirib olganman. Iymonim sustda chiqarmay yuraveraman. Nima qilganman? Unda yaxshi ishlarni boshlab oldim. Mana iymonim sustda chiqib tarbiya yuraveraman degan. Odam o'zini tanish kerak ekan hayotda. Men o'zimni tanidim xolos. Nima qilsam yaxshi bo'ladi? O'zimga, oxiratimga, atrofimdagilarga nima qilsam yaxshi bo'ladigan savollarga javob qidirdim xolos. Shundan keyin meni missiyam o'zgardi. Hozir menda pul vasvasasi yo'q. Hali hurmat talashish, o'zimni kimlardandir ustun qo'yish, ular o'tib ketdi. Lekin hamma vasvasadan o'tdim. Ulardan o'tdim. O'tish kerak ekan. O'sha jarayondan o'tib olish kerak ekan. Men qilayotgan ishlarga Nobel berish kerak deb gupirgan kunlarim o'tib ketdi. Hozir aytaman, hech narsa qilganim yo'q. Men birorta sahrni davolamaganman. Men nima qilsa sahrdan chiqib ketishni o'rgatyapman. Xolos, ular o'zlari chiqyapti bu holatdan. Men shunchaki nima qilsa jufti bilan mazza qilib yashashni o'rgataman. Men ularni davolaganim yo'q. Men ularni tuzatganim yo'q. Ular o'zlari davolashyapti. Men bugun ham aytdim, shularga sizlarga rahmat, sizga rahmat deyishyapti. Yo'q, sizlarga rahmat. Biz aytganimizni qilib, bizni haq yo'ldaligimizni va to'g'ri gapirayotganimizni sizlar natija olib, bizni yuzimizni yorib qilyapsizlar. Sizlarga rahmat.